Motor sotuv atrofida shahar ichidan hovli qidirib yuribsizmi? Unda mana bu uyimiz aynan siz uchun. 372 sotikli, 4 xonali, 2 ta sanuzilli hamda podvolli xonadonimiz zudlik bilan sotuvga qo'yildi. Remontlari ideal holatda, lokatsiya zo'r, infrastruktura qulay. Bog'cha, maktab, katta yo'lga hamda masjidga yaqin joyda joylashgan 5 mahalla azon ovozi eshitilib turadi. 24/7 ishlaydigan aptekalar, magazinlar, bozor, havas market, korzinka barchasi yaqin joyda joylashgan. Qishda qulay bo'lishi uchun 2 ta sanuzilli ham uy ichida joylashgan. Ko'chalar asfalt qilingan, suv, svet, gaz, internetlardan muammo yo'q. Mijoz xohishiga qarab uy ichidagi mebel va ayrim uy jihozlari uyigalar bilan kelishilgan holatda qoldirilib ketish ehtimoli yuqori. Огородida mevali daraxtlari ham bor. Yozgi kunida suvla sepib hovlisida choy ichib o'tirsangiz bo'ladi. Remontlari yaxshi, kirasiz uy yashaysiz. Manzil Yunusobod tumani, Ahmad Donish ko'chasi, Kulol Qo'rg'on mahallasi, Orientir Petushok. Shoshiling, tezda uyigalar bilan bog'laning, biroq chiroyli xonadonimizni boshqa silib ketmasdan oldin ulguring. Narx-navosini uy tepasida 5 tashlab baraka qilsangiz, yana ham kelishtirib chiroyli narx qilib berishadi. Videoga yurachan bosib, kengroq uy qidirib yurgan tanishlarga jo'natamiz. Sizning ham sotuvda turgan uyingiz bormi? Bemalol, bexijolat izoh qismiga yozib qoldiring.